Bugun bir fayzli xonadondan juda ham ko'p narsalar oldik. Bitta tanishtirib o'taman. Sizlar like bosib, yaqinlashib jo'natib qo'yinglar. Xo'p, qaranglar, mana shunaqa binalimiz bor. Bundan ikkita bo'ladi. Mana ikkinchisi bu yoqda turibdi. Mana bunaqa komuti bor. Bu слонёвый кость rangda, juda ham chiroyli. Xitoy bilan birga-bir ishlangan. Xo'p, bundan tashqari mana bu jurnalniy stolik. Buni divan kreslasi ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Bular raskladnoy bo'ladi. Bemalol spalniya qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Kreslasi ham yotadi. Divani ham xuddi shunaqa yotadi. Orqamda turgan akrildan qilingan shkafimiz bor. Holatlarni ko'ringlar. Ideal holatda turibdi. Juda ham zo'r, sifatli qilib ishlab chiqargan. O'zlarining seyflari ham bor. Xo'p, kelinglar. Undan tashqari spalniy garniturimiz bor. Вообще chiroyli, вообще zo'r narsa. Garniturimizni ko'ringlar. 100% krasnoy MDFdan qilingan, kravatlari zo'r, ortoped matraslari bilan birga. Qaranglar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana bu narsa faqat Xitoy spalniyalarda qo'yiladi. Juda ham sifatli, qilib ishlab chiqargan. O'zida mana shunaqa shkaf bor. Ikkita tumbuchkasi, itrimus bor. Qaranglar, spalniy garniturni olsanglar, mana shu detskiy garniturimizni sizlarga shundoq tekinga berib yuboramiz. Hamma narsamizni narxlari Telegram kanalda bo'ladi. Bemalol o'tib, ko'rib, baraka qilib olsanglar bo'ladi.